qilaman sizlarga hozir. Haydovchisi yo'q. Taksi mashinasini ko'rsataman. Bu Amerikada Waymo deb nomlanadi. Hozircha bu faqat LA'da, ya'ni Los Anjelesda mavjud. Qani ketdik. Mana, u keldi. Ana u keldi. Hozir endi park etyapti. Kutamiz. Bering nasıl? Thomas, and are you ready, babe? Okay, then we will just right. Close all doors. Mana endi startni bosamiz. Hello. Tasavvur qilasizlarmi, agar innovatsion texnologiyalar shunaqa rivojlanishda davom etsa, odamlarga ish qolmaydi. Qarang. Mana ketyapmiz. Menimcha bir necha yillardan so'ng shunaqa mashinalar, ya'ni o'zi haydab biladigan mashinalar yana ham ko'payishi ehtimoldan yiroq emas. Biz hozir LA'da downtown tomonga ketyapmiz, sentrga, ya'ni hozir Waymo'da. Ya'ni kim bu Waymo'da ko'p joyda qaysidir o'zini